Bo'ldi, sizlar отчетlarni tayyorlab turinglar, ungacha men boraman. Assalomu alaykum. Qishni o'zi bu hayot ana shunaqa mazada olibtalarga. Bilasizmi, buni aniq kimdir boqadi. Umuman mehnatkashga o'xshamaydi, bu ishlamaydi. Bo'lmasa bunaqa mashinalar, bunaqa uylar qayerdan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun chishlar nechi? Qani ijara puli? Yo bugun ijara pulini berasan, bo'lmasa uyni bo'shat. Tushundingmi? Bo'ldi. Harakat qilaman. Bo'ldi. Alo onajon, meni tabriklasangiz bo'ladi. O'sha siz orzu qilgan Guliston 2 loyihasidan 2 xonali uy xarid qildim. Eng qizig'i gibrid to'lov asosida uy xarid qildim. Bu degani endi oyiga 10 million so'm to'lashim shart emas. Atiga 6 million so'm to'layman va bu narsa menga даже qiyinchilik tug'dirmaydi. Uyni tepa qismi penthouse bo'ladi. Basseyn, yozgi kinoteatr, mangal zona va 4,5 gektarlik sun'iy ko'lga juda ham yaqin. Loyiha 2027-yilda uni bitar ekan. Bu degani 1 yilda uyimizni kaliti qo'limizda bo'ladi. Aytgancha xolalarimga ham aytib qo'ying, shunaqa zo'r sharoitda uy xarid qilish ularga ham nasib qilsin. Aytgancha onajon, sizga rahmat. Sizni duolaringiz bilan shunaqa baxtga erishdik. Siz haqsiz.